Internetda oxirgi paytda rosa ko'p tarqaldi. Bitta gap bor, eshitgan bo'lsanglar. Erkak kishiga farzand kerakmas deydi, erkak kishiga ayol kerak deydi. Ayolda ham erkak kishiga nima kerakligini o'zingizlar juda yaxshi bilasizlar. O'shaning uchun birinchi o'rinda yuzingizlar chiroyli, o'zingizlar takoy bo'lgani bilan hidingizlar sasuv bo'lsa, eringlarni ushlab qola olmaysizlar. Yigitinglardan ayrilib qolasizlar. Normalniy bolaga erga tega olmaysizlar. Kerak bo'lsa, hozir qiz bolani hidiga qarab muomala qiladi. Takoy bo'lib kiyinib, tirnoqlar muncha, kipriklar muncha yaltirab yurganinglar bilan yoningizdan birov o'tsa, shipir hidi kelsa, obro'yinglar o'sha joyda o'zida bir tim bo'ladi. O'shaning uchun yoz keldi, yoz go'zallarim. Mana geldiler duşlar, spreylar, intim gellar, minnechki irhotim narsalari, bunaqa intim mazlar hammasidan zakaz qilganman. Xudo xolisa, oz qoldi tuqqanimdan keyin обязательно foydalanaman. Hozir ham foydalanaman kerak bo'lsa. Mana ko'ryapsizlar? Hammasidan bor. Endi hozir bularni foydalanib, yana ertadan keyin hammasini rezultatini sizlarga aytaman. Kutinglar.